Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz Chernikov markazida desak bo'ladi. Hammangiz bilgan bu Bellissimo yonidagi arkasida 4 etajli domimizni 3-etajida 3 xonali balkon ham bor. Kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Arzon narxda. Mestasına keladi olsak, bu tarafimiz shahar hokimiyati, markaziy urologiya bo'ladi. Banimiz esa Midvoy Media Park bo'ladi. Esa gittik, Unichon taraf bilan dans chiqsak. Xotimizdan yetib keldik, shu xonadonimiz bo'ladi. Unichon tarafına keladi olsak, belgilar shotimiz, shuning yo'li tushgan. 3 xonadan iborat balkon ham bor. Bir yandan mashina olsak, berimiz yotoqxonasi bo'ladi kichkina. Hozir kvartirantlar turibdi, chiqib ketadilar. Отоплениялар o'tib turibdi. Banimizda sanuzel bo'ladi. Chetlari kafel. Bedasi hojatxonasi. Banimizda yana bir yotoqxonasi bo'ladi. Beram отоплениялар o'tgan. Oydin katta tushgan berimizdan. Bu yerda esa zal joylashgan bo'ladi. Zalimiz ham ko'rishingiz mumkin. Enam 3,6. Fonda turibdi remontlarimiz, oyoq teglamiz, taxta pol bo'ladi. Bu yer o'z oshxona bo'lgan. Shuningdek, o'tiradigan joy etib qo'ydi deganlar. Отоплениялар o'tib turibdi bu yer. Bu tarafimiz balkon bo'ladi. Balkon aynalari akfoyna. Skvoznoy kvartira bo'ladi. İki taraflama aynalı. Bu kvartirantlar vajlari olib ketadilar. Görüşeceğiz mümkün. Bir yerimize uzun 6 metre balkonu bo'ladi. Hamma sharoitlari bor joyimiz. Отоплениялар o'tgan, gaz, suv, svet, suvdan muammosi yo'q. Narxına keladi olsak, 385 milyon so'mda turibdilar. Üstüne endi og'zina kelishib beriladi. Sog' olun, salomat olun. Videoda telefon nomer qoldiramiz.